Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun kechagi birinchi kun o'tkazilgan har kunlik savollar challenge'ini birinchi savolni tahlil qilib bermoqchiman. Savolimiz bizda умалики была два одинаковых платья. Она продала первое платье со скидкой 5%, а второе без скидки. Известно, что прибыль от продажи первого платья составляет 18% от его себестоимости. Сколько процентов от себестоимости составляет прибыль от продажи второго платья? Malikada xullas ikkita platya bor ekan. Masalan, Malika platyani A so'mga oldi va B so'mga sotmoqchi. Masalan, birinchisini skidka qildi 5% ga, ya'ni 95 taqsim 100 B so'mga sotdi birinchi platyani. A so'mga olgandi. Ikkinchi platyani A so'mga oldi, B so'mga sotdi skidkasiz. Xo'p, birinchi platyadan aytayapti 5% foyda qildi deyapti. Yo 18% foyda qildi deyapti. Ya'ni A so'mga oldida birinchi platyani tip 18% foyda qilsa 1.18 A ga sotgan bo'lish kerak, to'g'rimi? Ya'ni bizda 1.18 A miz 95 taqsim 100 ga B ga teng bo'lish kerak. Ya'ni 118 taqsim 100 A teng 95 taqsim 100 B. 100 lar qisqarsa, bu yerdan A miz B miz teng 118 taqsim 95 A ga teng bo'lib qolar ekan. Topib oldik. B va A orasidagi o'sha muvozanatni topib oldik. Endi A so'mga oldi, B so'mga sotdi. Bu yerda qancha foyda qildi? Buning uchun biz A ni 100% deymiz. B ni qanaqadir foiz deymiz. Buni proporsiya qilib ishlaydigan bo'lsak, A ko'paygan x teng B ko'paygan 100. B ni o'rniga mana bu A lik ifodadan qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni 118 taqsim 95 A ko'paygan 100. Bu yerdan biz x topib olsak bo'ldi. Xo'p, nima qilamiz uchun? Buning uchun biz A'larni o'chiramizda x teng 118 taqsim 95 ko'paygan 100 qilamiz. Qancha foiz foyda qildi degani uchun biz mana shu foizdan ham 100 foyda ayiramiz. Chunki bu 100% ko'p. Masalan, 115% tashkil qiladi, 120% tashkil qiladi bilmaymiz. O'sha qancha foiz foyda qildi degan uchun birdan ayirib qo'yamiz 100 dan. 118 taqsim 95 ko'paygan 100 minus 100. 100 chiqarib oladigan bo'lsak, 118 taqsim 95 minus 1 ifoda qolib ketadi. Buni umummag'rich keltirib qo'yadigan bo'lsak, keyin nima ekanimizda? Yuqoridan yozamiz. Xo'p, 100 ko'paygan 95 bo'lsa 23 taqsim 95. Ko'paytirsak 2300 bo'lingan 95. 2395 ga bo'lib ko'ramiz. 2300 ni 95 ga bo'lsak, ikkitadan bo'ladi 190, ayiramiz. 0 4. Ya'ni qo'shsak, xo'p, 4 tadan bo'lsa 380 bo'lar ekan. 0 380. 20 qoldi qolib ketar ekan. Bu bizda 24.20 taqsim 95% foyda qilyapti. Agar 5 ga qisqartiradigan bo'lsak, 24.5 taqsim 19% foyda qilar ekan. Xo'p, bizda Alisherning bergan javoblar to'g'ri ekan. O'sha javob to'g'ri javob olamizda faqat Alisherga bugun hisobiga bitta coin beramiz. Ya'ni birinchi kunni g'olibi deb e'lon qilamiz. Hammaga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugun ham ikkinchi kun davom etamiz.